yangi qurgan uyimda огородlarini bir ko'rsataman. Mana shu yerda 1500 ta archalar bor. Endi bu kamera qanaqa darajada yetkazadi bilmayman. Mana bu chekkalariga kattaroq archa qo'yganman. Qisqasi mana shunday mana 14 sotik joyga Toshkentda. Hali bu qurilishimiz bitgan yo'q, lekin archalarimiz kundan kunga mana katta bo'lyapti. Mana shu yerda kechqurun mana shu yurib shu archalarda sekin tomosha qilib yuradigan joy qildim. Shunda aylanib o'tsa bo'ladi. Bu yerda 100% ga tayyor mana. Archalarimiz juda ham sog'lom. Tolibjon, mana shu archa birinchi olinganda narxi nech bo'ladi va qancha o'sdi? Nech pul? $100 olingan. $100 olingan. Kelganimda mana shuncha yetib, bo'yim yetardi bemalol. Hozir mana daraxt bo'lib ketdi bu. 7 oyda shuncha bo'ldi. Ha, 7 oyda. Lekin zo'r archa ekan mana shu. Arzonskiy keparsa. Qarang, bo'yini valishga yetib bordi mana bular. Zo'r archa ekan. Mana shu kim uyga ekmoqchi bo'lsa, mana shu Arzonskiy keparsa eksin mana. Tavsiya qilaman. Arzonskiy keparisda mabodo agar uyga eksalaring, men sizlarga maslahat beraman. Qanaqa qilib katta qilish kerak, nima qilish kerak, qanday e'tibor qaratish kerak. Mana chekkalariga kattalari, o'rtasiga kichinasi va har bittasiga kapelni, vaqtida dorisi, qarovi, mana bu yerga dirmash suv qilingan, mana puskatel hammasi. Qisqasi har bittasiga kapelni tortib, kech paytga har bittasiga 5 litrdan 10 litrgacha suv beriladi. Mana shu ahvolda katta qilinadi. Juda chiroyli bo'ladi mana. Ekaman deganlar uchun tavsiya qilamiz, o'rgatamiz.